Zaxiradan maydonga tushib, o'yin taqdirini hal qilgan futbolchilar. 2014-yilgi Jahon chempionati finali Germaniya va Argentina o'rtasidagi o'yin qo'shimcha bo'limlarga cho'zilganida Yoachim Löw Mario Götzeni zaxiradan maydonga tushiradi. U 113-daqiqada chiroyli gol urib, Germaniyaga tarixdagi 4-Jahon chempionati kubogini olib kelgan. 2022-yilgi Chempionlar Ligasi yarim finali. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Real Madrid Manchester City'ga qarshi deyarli mag'lubiyat yoqasida edi. Zaxiradan maydonga tushgan Rodrigo 90 va 91-daqiqalarda ikkita gol urib, hisobni tenglashtiradi va Realni final sari olib boradi. 2016-yilgi Yevropa chempionati finali Portugaliya Fransiyaga qarshi. Asosiy yulduz Cristiano Ronaldo jarohat olib maydonni tark etgach, ko'pchilik jamoada imkoniyat qolmadi deb o'ylagan edi. Ammo zaxiradan chiqqan Eder qo'shimcha bo'limda uzoq masofadan zarba berib, Portugaliyaga tarixdagi ilk Yevropa chempionligi sovrinini taqdim etadi.